Ey yo do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jolly Zox kanaliga xush kelibsizlar. Biz hozir juda ham qiziqarli bo'lgan ping-pongga keldik. Ko'rsatib qo'yishinglar mumkin. Bugun Istanbuldamiz do'stlar. Do'stlar bilan yig'ilib ping-pong o'ynagani keldik. Bekorga emas do'stlar, yutganga 2000 lira mukofot puli bor do'stlar. Yeah boy. Yeah boy. O'rtoqlar, ping-pongga kirish uchun shunaqa vizitkalar olib kiriladi o'rtoqlar. Bo'lmasam bu yo'q bo'lsa do'stlar kira olmaysizlar. Kirib bemalol. YouTube challenge videoyimni ham shu orada olib o'tib ketaman do'stlar. Bahorada o'rtoqlar bilan mazaki vaqt o'tkazamiz. Do'stlar ishlarni arzon qilishimiz mumkin. Do'stlar buni ko'rsatib qo'ying. Yaqinda hayit bo'lganligi uchun bayramda mana bunlarga shekerlar berishadi. Va bizni shinamgina tennisni ko'rdimiz o'rtoqlar. Evet. Keşke bize de sorsaydınız. Tamam çek. Sıkıntı yok mu? Yok çek. Yo'da juda ham professional kelib o'ynayotgan. Hozir biz ham o'sha o'yinimizni boshlaymiz, start berganmiz. Bolalar yo'da tayyorlanishyapti, qo'llarini kegizishyapti. O'yinlarni kuzatib boringlar do'stlar, sekin-sekin qo'yib boraman. Yeah guys, hozir o'yinni ko'rasizlar, qanday bo'ladi, o'zingizlar baho beringlar. O'yinchilarning eng yaxshisidan birdan intervyu olamiz, keling. Akez, o'ynashni ko'ryapsiz. Masalan, 10 milliy tennis deb baholasangiz, umuman professionallarni akez necha o'yin beradi akez? What the fuck? Yo, общий dunyodagi masalan 10 milliy deb umuman butun dunyodagi tennis 7 beradi. What? 7 million o'ynadi. Bu o'yinchi buncha professionalroq, bu o'yinchilar o'sha sekin-sekin kuchayapti, bir-birini o'ynab o'stirishyapti bir-birini o'rtoqlar. O'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, orqamizda shu ping-pongning egalari har doim bular professional bo'lgani uchun har doim shu yerda. Agar sizlar ham kelmoqchi bo'lsanglar, men videoning tagiga aniq manzilni yozib qoldiraman. Bemalol kelib o'ynasanglar bo'laveradi. Ko'rsatib yuborishinglar mumkin. O'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, bu akalar har doim shunaqa mashq qilishadi. Endi bo'lsa guys, o'zimizni jamoani oldiga yo'l olamiz, davay. O'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, bu yerda ham 3 ta stol bor, uchovi ham to'la. Har kuni odamlar kelib mazza qilib o'ynashadi o'rtoqlar. Bu yoqda основной xonasi ham bor ekan, ko'rsatib qo'yinglar. Hadi davom etamiz o'rtoqlar. Ha do'stlar, bu bo'lsa o'zimizni nauchok bolalar o'rtoqlar. Bugun ko'ramiz kim o'sha 2000 lirani g'olibiga aylanadi o'rtoqlar. O'yinimiz 3 raunddan davom etadi. Oxirida kim hammani yutsa, o'rtoqlar 2000 lirani olib ketadi. Tushunishinglar uchun 2000 lira o'zbek so'mida qancha bo'lyapti hozir operator? 50-60 dollar bo'ladi o'rtoqlar. Bu oddiy pul emas, studentlar uchun katta pul o'rtoqlar. Ko'rsatinglar. O'rtoqlar, final boshlandi. Finalga men va ko'rishinglar mumkin. O'zingiz ko'rsatib qo'ying.
Endi men o'zim katta baho bermayman, lekin yutishga harakat qilaman o'rtoqlar. Yutgan 2 milligram olib ketadi. Nice. O'rtoqlar, shaxsan o'zim beraman. Agar men o'zim yutib qo'ysam, o'zimda qoladi o'sha. Bunaqa narsa kutmaganman o'rtoqlar. Bitta shot olaman. Nima bo'ldi, bu qo'limga nima bo'ldi bilmayman o'rtoqlar. Ko'rishlar mumkin. O'yin haqqoniy bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Siz rostdan g'alaba qozondingiz o'rtoqlar. O'yin o'z kuchi bilan bo'lgandek. O'rtoqlar. yutuq o'z egasiga topshiriladi. Malades, zo'r o'ynadi. Tan olaman, men yutqazdim. Judayam yoqdi bizga. Yana qaytib kelib, yana o'ynashni xohlaymiz o'rtoqlar. Shunaqa pulli challenge'lar qilib turishim xohlachilar o'rtoqlar. Shu joyda videoga like bosib, patska bosishni unutmanglar o'rtoqlar. Bu meni kanalim uchun judayam. O'rtoqlar, hozir shu ping-pong xonani patroni, ya'ni egasidan intervyu olamiz o'rtoqlar. Bu ping-pong haqida sizlarga bir nechta ma'lumotlar beradi. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Bu ping-pong xona var ya, buraya müşteriler gelmesi için nasıl bir özellikler var? Onlar hakkında bir bahseder misin? Burada nasıl bir özellik de var? Bakın şimdi. Yer, zemin, profesyonel bir zemin. Masalarımız profesyonel masa. Gelip burada çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Onun haricinde ışıklandırmamız masaya özel ışıklandırma. Her şey var, bekleriz. İstanbul Ümraniye'deyiz. Gelin çayınızı kahvenizi için masa tenisinizi oynayın. Gidin. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. O'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin. Shu yerda direktoridan, shu yerda egasidan intervyu oldik. Bu yerda hamma yo'q bor, lokatsiyalarni ham tushuntirib o'tdi. Agar aniq lokatsiyasini o'zim video napisiyasida yozib qoldiraman. Bemalol kelib o'rtoqlar bilan o'ynasanglar bo'laveradi o'rtoqlar. Ko'rishinglar mumkin, juda ham komfortni. Bunaqa komfort ping-pong xonani ancha joyda topolmaysizlar o'rtoqlar. Bu yerda bemalol choylar ichib o'tirsanglar bo'lar ekan. Xullas o'rtoqlar, o'zlariga kerak bo'lgan hamma qulayliklar bu yerda bor ekan. Bemalol tennis o'ynab, o'rtoqlar bilan dam olib ketsanglar bo'laveradi o'rtoqlar. G'olib bo'lish qanaqa ekan? G'olib bo'lish qanaqa ekan? Yaxshi, har doim Raqiblaringizga nima maslahat bera olasiz? Bunaqa yaxshiroq tennis o'ynash uchun. Ko'proq o'ynash kerak. Praktikada. Ko'proq praktika qilish kerak ekan o'rtoqlar. Qoraytirib qo'yib olamiz. O'rtoqlar, ko'rib turganlaridek, bugungi vlogimiz tugadi. G'oliblarni ham hamma narsani xursand qildik, pullarini berdik o'rtoqlar. O'ylaymanki, bu video sizlar uchun qiziqarli bo'ldi degan umiddaman o'rtoqlar. Endi sizlarga savolim bor. Keyingi video qaysi yo'nalishda bo'lishini xohlaysizlar? Bundan keyingi video yoki shunaqa qiziqarli pulli challenge'larni ko'paytirsam sizlarga ma'qulmi o'rtoqlar? Biz o'yinni tugatib qaytyapmiz o'rtoqlar. Ko'rishlar mumkin.